Ey xudoga shukr, va nihoyat uydaman. Iye, keldingizmi dadasi? Yo'q, hali yo'ldaman. Ko'rmayapsanmi, kelganman. Xullas dadasi, bolalarni oyimkiga tashlab keldim. Endi ikkalamiz bir Magic City'ga borib, suvga baqirib kelmaymizmi? O'zi hayotimni yarmi baqir-chaqirdan iborat-da. Iltimos, shu uyga kelganda baqir-chaqir haqida gap bo'lmasin. Keyin suvni ham tinch qo'ygin, tushundingmi? Qayerdan ham Magic City'da suvga baqirishni joriy qilishdi? Aylanishchi. Shirin gaplar kelyapti-yu, ayta olmayman-da. Iltimos, boshqa kun boraylik aylanishga. Hozir dattabo charchaganman. Iltimos, tinch qo'y. Ha, bo'pti. Bir soat dam olib oling. Keyin suvga baqishga boramiz. Dadasi, hali ham yotibsizmi? Soat 7 bo'ldi. Nechun keyin yopilib qoladi? Borolmayman. Turing. Ha, buyni sani. Iltimos, xotin. Yo'qoldi. Charchaganman. Uxlang. Ha, bunda yoshligini eslab, libos qilib, bitta marojniy yeb kelamizmi dudimda? Ona. Xotin. Menga qarada, o'sha bizani 3 ta libofimiz bor-da. O'shalar hozir faqat tashlayib, pampers taqyapti. Maylimi? Yashaylik. Ozgina uxlang. Ozgina. O'zi bir yilda bir marta iltimos qilgan bo'lsam, bolalar yo'q bo'lsa, shunda ham shu aylanishni ko'p ko'rdingiz menga. Hech bo'lmasa bir oyda bir marta olib chiqib turing. Xavotir olmang, rasxodsiz aylanamiz. Hech bo'lmasa doma tagidagi detskiy plashadkaga chiqaylik. O sen aylanishga chiqsang $50 shunday chayib yuborasan. Nimamish? Yilda bir marta aylangan chiqamizmish. O sen cherezdin so'raysan-ku aylanishni. Ha, endi uyda zerikaman-da. Aylanish kayf beradi. Ke xotin, shu kayfni boshqa payt qilaylik. Maylimi? Men bugun o'lib qolsam ham uydan chiqmayman. Faqat uxlayman. Bilganingizni qiling, xommi? Ertalabga bujinlik qo'ymayman. Menga desa uxlab qoling. Alo, o'rta. Aylanishga hozirmi? Ha, soat 3 bo'pti. Endigina 3 bo'pti. Dadasi ham kechasi qayerga? Aylanishga o'rtoqlar bilan. Bizga kelganda siz charchagansiz. O'rtoqlaringiz chaqirsa bo'driysiz. Endi nima deysan, xotin? Mana shunaqa iflosman-da. Kelaman.